Qizim, uylaringizni yig'ishtirib olibsiz, top-toza qilib, barakka qilib, bitta ovqat solib qo'ying, chiroyli qilib. Nima ovqatingiz keladi, qilib beraman. Suv ovqat qiladigan bo'lsangiz, yoniga bitta balish qiling-chi, balishingiz shirin chiqar qizim. Muhayyo, o'rtoq, qanaqasan, tuzukmisan, yaxshimisan? Kelinim, malades. Shunaqa akkuratni, shunaqa ozodi, hozir mana bitta suv ovqat bilan balish qilib beraman, oyijonligidan yegiz kelyapti turadi, ko'ynimga qaraydi, yaxshi-ya. Voy, shunaqa yaxshi ko'raman, shunaqa malades, jonimni beraman. Sani kelinglar shunaqami? Sani kelinglar emasmi? Mayli, yaxshi gapiraver, xudo xolisi yaxshi bo'lib qoladi. Voy, Mo'minaxon qizim, men hozir qo'shnikiga Zuhra opa qizga chiqib keldim, ishim bor edi. Xo'p, bo'ladi, oyijon, yaxshi chiqib keling, xo'p? Oyi. Qaynonam chiqib ketdi qo'shnikiga hozir. O'sha yerda g'iybat qilib o'tiradi. Charchab ketdim. Erim ham yo'qmayapti, yashagim kelmayapti. Kun bermaydi, ish beraveradi, ovqat qildiradi, narsa pishirib turaveradi, yo'qmayapti menga. Uy ketgim kelib ketyapti. Umuman yo'qmaydi qaynonam. Voy, bu qizni qanaqaligini bilmas ekanman. Voy, bu qizni qancha kim qolib ketmaganda bilmas ekanman men buni ichidigini.